Bismillahirrahmanirrahim. Bamdad namazının xasiyeti. Namazning islomdagi o'rni haqiqatan buyuk. U dinning turiki, islomning ikkinchi asosi. Namaz yo'lga qo'yilganda uning qandoq ado qilinganligi, rakat soni va holatlardan iborat Rabbani buyruqni topshirib olish uchun payg'ambar alayhissalom osmonga olib chiqilgan. Namazning fazilatlari katta, savobi ko'p. Lekin Bamdad namozi texmo ziyoda ajr, katta fazilat va ko'plab savob bilan alohida xususiyatga ega. U iymonning simvoli, nifaqdan xolilikning alomati. Bamdad namoziga sal qaragan kishi katta savobni qo'ldan berib qo'yadi. Masalan, birinchi, nifaqdan xolilikning isbotini yo'qotib qo'yadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Munofiqlarga eng og'ir keladigan namoz Bamdad va xubdan namozidir. Ikkinchi, jannatga kirish sabablaridan birini qo'ldan berib qo'yadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bamdad bilan asr namozini o'qigan kishi jannatga kiradi. Uchinchi, do'zaxdan qutulish sabablaridan birini ketkizib qo'yadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kun chiqish va kun petishdan ilgari namoz o'qigan kishiga do'zax o'ti yetmaydi. To'rtinchi, Allohning inoyati va muhofazatidan mahrum qoladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bamdad namozini o'qigan kishi Allohning kapolatida bo'ladi. Beshinchi, butun kech qiyomda turganning savobiga erisholmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Xubdan namozini jamoat bilan o'qigan kishiga yarim kech qiyomda turganning ajri beriladi. Xubdan va Bamdad namozini jamoat bilan o'qigan kishi butun kech qiyomda turganning savobiga erishadi. 6. Farishtalar bilan uchrashish va ularning daftarga ismi yozilishdan mahrum qoladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Oranglarda kecha farishtalari bilan kunduz farishtalari navbatlashib turishadi. Ular Bamdad va asr namozida yig'ilishadi. Ondan qashinglardagilar osmonga chiqadi. Alloh bilib turib ulardan: Bandilarimni qaysi xil holatda uchratdinglar deb so'raydi. Ularni namoz o'qiyotgan holatida qo'yib chiqdik. Biz borgandami ular namoz o'qiyotgan-kan deydi. 7. Qiyomat kunidagi nurdan mahrum qoladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qorong'uda masjidlarga mangan kishiga qiyomat kuni to'lib toshgan nur bilan bishorat bergin. 8. Dunyo va uningdagi barliq narsalarga barobar keladigan ajri savobdan quruq qoladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bamdad namozining 2 rakat sunnati dunyo va uningdagi barliq narsalardan yaxshi. Bamdad namozidan ilgirki o'qiladigan sunnatning ajri bu bo'lsa, farzning ajri qanchalikdir ha? 9. Nurg'un yaxshilik, barakat, ajr va savoblardan mahrum qoladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar kishilar xubdan va Bamdad namozidagi savoblarni bilgan bo'lsa edi, o'mlab bo'lsa-mu albatta kelgan bo'ladi. Bamdad namoziga sal qaragan kishi uyquga erishadi. Azroq uyqusidan kechib Bamdad namoziga erishgan kishi bo'lsa, albatta dunyo va oxiratning yaxshiligiga erishadi. Alloh hammamizni yuqoridagi xislatlarga muvaffaq qilsin. Amin. بالصلاة يا بلال